Şaxan sanatoriyasi. Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumanida joylashgan. Sanatoriya balneologik kurort hisoblanadi. Asosiy dorivor xususiyatlari tabiati va tabiiy mineral suvidir. Shahar sanatoriyasida 3 ta buloqli mineral suvlar mavjud. Barcha mineral suvlar kimyoviy va gaz tarkibi bilan farq qiladi. Sport zal, trenajyorlar, ichkarida basseynlar, qabulxona. Shahar sanatoriyasida 3 ta quduq mavjud. Bu quduqlardan 3 xil modalli suvlar chiqadi. Bular asosan mana aytib o'taman qaysi kasalliklarga shifo. Tayanch harakat tizimi, asab tizimi, gepatit, ginekologiya, andrologiya, даже sahrlarga ham shifo ekan. Ana endi narx-navolarga kelsak, 2 kishilik standart xonalar 400 ming so'm har bir kishiga. Ovqatlar, lecheniyalar hammasi shuning ichida. Keyin mana bu yerda 6-chi, 7-chi korpuslar bor. Bular qimmatroq. Kotej bor. Kotejlar, oilaviy kotejlar to'xtash uchun. Polluks xonalar 450 ming, 500 ming. Ana kotejlar 700 ming, 800 minggacha ekan. Bu Shahar sanatoriyasi 1979-yilda tashkil topgan. Ana shu archalar men o'ylashimcha 40 yil, 45 yil bo'lgan bularning ekilganiga. Xuddi Rossiyaning o'rmonlarini eslatadi. Ertalab turib mana tirik burchak, tovuslar, quyonlar ko'rib tomosha qilasiz. Boshqa paroda tovuqlar, kaptarlar, burgut ham bor. Bu sanatoriyaning yer maydoni 10 gektar ekan. Katta hovuz bor mana. G'ozlar, o'rdaklar suzib yuribdi. Baliqlari ham ko'p ekan. Mana yon atroflari bog'. Barcha mevali daraxtlar bor. Olma deysizmi, behi deysizmi, olxo'rilar. Mana bu hovuz o'rtasida chinorli orol bor. Choyxona ichi. 4 tomoni suv. Mana g'ozlar xursand. Bular ham jufti bilan yurar ekan. Mana bu yer shanba yakshanba kuni kelib xonalardan bron qilib ovqat pishirib yeb dam olasiz. Mana chinorli orol. Ichkarida polna stol-stullar qo'yilgan. Yeb ichib choy ichasiz, mazza qilasiz. Hovuzning kattaligini qarang.
ertalab, kechqurunda, salqinda sayr qilib aylanasiz. Yon atroflardan yo'laklar bor. Sog'liq uchun juda foydali-da. Archalardan chiqayotgan, taralayotgan hidlar. Mana bu yerda olmaxon ham bor ekan. Olmaxonlar ham o'ynashib turibdi. Ana bu yo'llar yotoqxonalar, davolanish uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi etaj, barcha fizioterapiyalar, vannalar, qanaqa davolanish nimalari bo'lsa hammasi bor. Mana madanli suv grantlardan oqib turibdi. Ovqatga kirishdan oldin bir stakan ichib oshxonaga kirasiz. Завтрак. Обед. Ovqatlar endi keladi. Mana birinchiga mantili, ikkinchi mantili qaynatma sho'rva. Souslar hammasidan bor restoranimizga. Ikkinchiga mosh kichiri. Ujuna geldik. Devziraga lazerlar. Palov ujunga. Parafin ozokrit bilan davolash. Kelgan kuningiz vrach ko'rigidan o'tasiz. Vrach analizlar topshirasiz. Vrach analizlarni ko'rib sizga назначение qiladi. Har xil davolanish nimalari bor. Fizioterapiyalarning har turlisi, har qaysini bitta aytib o'tmayman endi. Hammasi shu salomatligimiz uchun. O'zim uchun yashayman, sog'ligimni tiklayman, dam olaman desangiz Shaxandga kelavering. Ovqatlari ham juda zo'r. Boshqa sanatoriyadagilardan farq qiladi. Vrach ko'rsatmasiga binoan mana bu fitobarda sizga buyurilgan damlamalarning barchasi bor. Yurak uchun, oshqozon uchun, siydik yo'li uchun barchasi bor. Shundan ichasiz. Davolanuvchilar uchun Madaniyat saroyida kunda kechqurun soat 7 da konsert bo'ladi. Mana bugun Mahfuza Sherboyeva kelgan edi. Yuragi bo'shliq qulog'im bekitsin. Chunki yo'q notadan oladi. Endi qulog'imga bir balo bo'ldi deb yurmang. Tayyormisiz? Eng zo'r qo'shiq sizlar uchun. Janob bo'laman deya
Tushdi-da. Men o'zi var, ko'zi bo'yab ketdimi? Yani Allah var o'tirmay ko'zlarim. Hayır, o'ylab ketadi. Men qo'shiladigan yig'laydigan olatim bor. Ana o'shanday bo'lish kerak. Ko'rdinglarmi mana? Bir yerga baytdimda, endi hozir konsert zo'rotisiga hammanglar borib, iltimos, o'ng qo'linglarni mashina ko'taringlar. Qo'rqmasdan. Hamma orqamdan ichida takrorlasin. Bugun biz Mahfuza Sherboyevaning har bitta hazillariga kulishga, kulganda ham xandon otib kulishga va kelib qistirib ketishga qasamyod qilamiz. Yo'q, mana buni davomi bor. Agar qasamimizni buzsak, qaynonamizni qarg'ishiga mubtalo bo'laylik. Hop, mana aka tongi voleybo'l mashqni boshladilar. Qani bosing aka. Kamera ham bor ekan-ku. Ama ehtiyot bo'ling, radarimiz ham bor. Shu bilan videoyimni tugallayman. Video manzur bo'lsa like bosib, obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yangi chiqargan videolarim birinchi bo'lib yetib boradi sizga. Mayli salomat bo'ling, keling dam oling. Sog'likni tiklang.